Samarqand tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi tomonidan favqulodda vaziyatlarga tezkor javob berish, qutqaruvchilarning kasbiy va jangovar tayyorgarligini oshirish maqsadida maxsus taktik o'quv mashqi o'tkazildi. Unda asosiy e'tibor favqulodda holatlarda tezkor harakat qilish, kuch va vositalardan samarali foydalanish hamda xizmatlararo hamkorlikni mustahkamlashga qaratildi. Rejaga ko'ra tanlangan obyekt hududida shartli ravishda yong'in va favqulodda vaziyat yuzaga kelgani e'lon qilinib, tegishli xizmatlar zudlik bilan voqea joyiga jalb etildi. Qutqaruvchilar qisqa vaqtda yetib kelib, vaziyatni baholashdi va uni bartaraf etish choralarini ko'rishdi. Jarayonda yong'inni bartaraf etish, jabrlanganlarni evakuatsiya qilish, birinchi yordam ko'rsatish hamda hududni xavfsiz holatga keltirish bo'yicha amaliy ishlar bajarildi. Zamonaviy texnika va jihozlardan foydalanishga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, qutqaruvchilarning tezkorligi, muvofiqlashtirilgan harakati va murakkab vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmalari sinovdan o'tkazildi. Bugun Samarqand viloyatining barcha hududlarida qutqaruvchilarning malakasini oshirish, favqulodda vaziyatlarga harakat qilish bo'yicha ko'nikmalarni oshirish maqsadida o'quv mashg'ulotlari o'tkazib kelinmoqda. Bugungi navbatdagi o'quv mashg'uloti Samarqand tuman Gulobod qo'rg'onida joylashgan agro-logistika markaziga tashkil qilindi. Ushbu markazda tuman doimiy xizmatlari hamda favqulodda vaziyatlar boshqarmasining tegishli tuzilmalaridan iborat bo'lgan shaxsiy tarkib o'quv mashg'ulotiga jalb qilindi. O'quv mashg'ulotiga shartli ravishda yong'in o'chog'i tashkil qilinib, bu yerda jabrlangan fuqarolarni evakuatsiya qilish ishlari amalga oshirildi. Ushbu o'quv mashg'ulotlaridan ko'zlangan asosiy maqsad qutqaruvchilarimizni tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikni tashkil qilish, ular bilan o'z vaqtida axborot almashishni tashkil qilish hamda sodir bo'lgan favqulodda vaziyatlarga harakat qilishga tayyorlashdan iborat. Tadbir davomida bozor hududida profilaktik ishlar ham olib borilib, tadbirkor va sotuvchilarga yong'in xavfsizligi qoidalari, elektr va gaz uskunalaridan xavfsiz foydalanish bo'yicha tushuntirishlar berildi. Yong'inga qarshi vositalarning texnik holati ko'zdan kechirildi.